Mazkur qonunning amal qilish muddati 2028-yil 1-yanvarga qadar etib belgilangan. Xatlovda hujjatsiz obyektlar bilan birga hujjati bor obyektdagi o'zgarishlar ham o'rganilib, umumiy xatlov o'tkazilyapti. Ya'ni har bir xonadon va har bir qarich yer to'liq o'rganiladi. Jarayonda mahallada amalga oshirilgan o'lchov ishlarining natijalarini elektron tarzda tizimga kiritish, ularni tasdiqlash bosqichlari hamda jarayonning shaffofligi bilan tanishtirildi. Odamlar aytayapti-yu, biz mahallamizga kelib ketdi, xato o'qib ketdi. Qayerdan bilamiz? Nima bo'ldi? Bizniki o'tdimi, o'tmadimi? Mana shu e'tirof.kadastr.uz. Mana shundan bilinadi. Ya'ni javoblar mana shu yerda e'lon qilinadi. Deylik, hudud tanlaymiz. Chiqib keldi natijalar. Mahallasini tanlasa, agar mahallasida xatlov bo'lgan bo'lsa, u ham kelib chiqadi natijasi. Endi bu yerda bitta narsa bor. Hali ukamiz savol berdi. Rad bo'lsa, rad bo'lib qolsa nima bo'ladi? Shu bilan bo'ldimi, tugadimi hammasi? Endi bu odamni huquqiy e'tirof etilmaydi, nima bo'ladi? Rad bo'lib qolgan taqdirda ham fuqaroda imkoniyat bor. Mana shu tizim orqali o'sha rad etgan tashkilotga qayta ko'rib chiqishga yoki qanaqadir hujjatlarni ilova qilib turib, asos qilib keltirib turib, o'sha xulosani o'zgartirish imkoniyati bor. Buning uchun unga 1 oy vaqt beriladi. Ko'rib turibsizlar, 18 ta vazirlik, idora va bu 23 tagacha borishi mumkin. Bu yerda misol uchun odamlar bitta fikrdan yiroq bo'lishi kerak. Biz uyimizga kadastr kelib ketdi, kadastr o'lchab ketdi, atkaz oldim, kadastr aybdor. Yo'q, kadastr ishi nimadan iborat, Rajab aka? Bizning ishimiz nimadan iborat? Bu qonun bo'yicha faqatgina xatlov ishlarini amalga oshiramiz hamda tashkilotlarga ma'lumotlarni elektron tizimga yetkazib beramiz. Ya'ni muhokamagacha chiqarib beramiz. Biz elchimiz, oddiyroq qilib aytay. Biz elchimiz. Biz ma'lumotni borib o'lchaymiz, dasturga kiritamiz, bularga jo'natamiz. Lekin 18 ta yoki 23 tani ham ichida kadastr agentligi yo'q. Ya'ni biz xulosa berish vakolatiga ega emasmiz. Biz hech qanaqasiga bu jarayonda hal qiluvchi kuch hisoblanmaymiz. Faqat xatlov qilamiz, informatsiyani kiritamiz. Bu tizimdan tashqari o'sha tashkilotning o'ziga borib murojaat qilishi ham mumkin. Misol uchun gaz quvuri o'tdi yoki elektr liniyasi o'tdi degani bu bo'ldi, e'tirof etilmaydi degani emas. Misol uchun bordi, hududiy elektr tarmoqlariga bordida shu stalba o'tgan bizning nimamizdan shu xarajatlari qanaqa bo'ladi? Misol uchun qanaqadir shu stalbani ko'chirish boshqa joyga. Boshqa joydan aylantirib o'tish, buni uyini ustidan emas, boshqa joydan aylantirib o'tish mumkinmi, iloji bormi deydi. Agarda ha buni iloji bo'ladigan bo'lsa, fuqaro tomonidan bu ko'chirib o'tish qoplanadigan bo'lsa, nimaga yo'q? E'tirof etish mumkin. Xuddi shunaqangi, boshqa yo'nalishda ham xuddi shunaqangi e'tiroz o'rinli, asosli va keltirib beriladigan bo'lsa, fakti bilan yoki yechimi bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat bor. Bu demak e'tirof saytimiz. Bunda to'liq onlayn rejimda doimiy ko'rib borish, doimiy kuzatib borish mumkin. Xaritalar hattoki mana qayerda joylashgan bu ko'chmas mulk, bu ham bor. Yer ma'lumotlari. Biz aytayapmiz, reja grafik bo'yicha mahallalarga boradi davomimiz. Endi ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun. Misol uchun, reja grafik o'tgan yili dekabrda tasdiqlangan. Qonunda yozilgan har yilning yakunlari bo'yicha e'lon qilinadi. Tuman, shahar hokimliklarining taklifiga ko'ra, uni kadastr o'zi ishlab chiqmaydi. Ya'ni hokimliklar taklif beradi. Mana shu oyda bu mahallaga, bu oyda bu mahallaga taklif beradi. Biz uni umumlashtiramiz, yil oxirida e'lon qilamiz. Qayerda? Kadastr.uz deb yozsangiz, saytga kirish bilan mana shunaqa uydan qilganmiz. Ya'ni odamlar sarson bo'lmasin, qayerdan topishni bilmay qolmasin degan maqsadda saytni yozish bilan shu chiqib keladi. Masalan, salbiy javob olgan o'sha tashkilotga borsa, masalan, xonadon egasi, u tashkilot o'sha fikrida qoladigan bo'lsa, xonadon nima bo'ladi? Asoslantirib bera olmadi, to'g'rimi? Tushundim. Qonun bo'yicha bu qonunda faqat 2018 1-maygacha bo'lgan holatlar o'zi ko'rib chiqiladi deyilgan. Undan keyin qurgan bo'lsa yoki siz aytgandek rad qilingan bo'ladigan bo'lsa, yo'q, bu uyga, bu mulkka nisbatan huquq e'tirof etilmaydi. Yana aholida ko'p o'ylantirgan savol, 2018 gacha qurilgan xonadonlar yoki qurilishlar, xo'p, undan uyog'iga qurgan bo'lsa, undan uyog'i bu qonun bilan ko'rib chiqilmaydi. Bu ko'rib chiqilmaydi. Hozir mana shu qonun doirasida gaplashyapmiz va undan uyog'iga qurilgan mulklarni e'tirof etish bo'yicha birorta qonun yoki qonun osti hujjati yo'q hozir. Ya'ni agarda hozir Rajab aka aytganlaridek bittagina yo'l qoladi, sud tartibi.
sud tartibida murojaat qilishi mumkin. Agar sud haqli topadigan bo'lsa, e'tirof etiladi. Agar yo'q deydigan bo'lsa, bu mulkka huquq e'tirof etilmaydi.